Washington komandasi özünün razılığın Oş Şardıq Madaniyat Başqarmalığının başçısı Eldar Qadırqulov Baykevskiy jana Oş Mamlaketlik Universitetinin rektoru Qojobekov Qudayberdi G'aparaliyevichga jana Tayev kostyum, jana Center kostyum dükkönlörünü razılıq bildiremiz deydi. Washington komandasi qo'l chap qo'yingizlar. Alemi bugungi o'yinimizni buyursa 31 dekabr жаңы жыл күні Osh Birim telekanalынан көре аласыздар. Улантабыз саламдашу конкурсын жиынтықтайды. Андижан шары ағалар командасы. Biz o'tayam jiddiy raqs qilamiz hozir. Ha, Yuragi bo'shlar bo'lsa sahnadan chiqib ketsin. ha, Yigit yo'q, qizlar ham chiqib ketsin. ha, Eringiz aka qoningizni qashlamay o'tiring. ha. Birinchi qo'lim barmog'im, bir o'quga borgamin, bir partada o'ltirib, siringni so'rab olgamin. Attang barbi, appang barbi, aytib qo'ychi tansag'a. Assalomu alaykum. Baxt so'zdan beni olib Braziliya chiqib ketdi. Baxt so'zdan A'ni olib Angliya ham chiqib ketdi. Baxt so'zdan H'ni olib Xorvatiya ham chiqib ketdi. Baxt so'zdan T'ni olib Teshvordi-yu Argentina. Bolalar, bizni komanda Mbappega o'xshaydi. Nimaga? Shu o'yinda ko'rinmay finalda jaramiz. Yigitlar, Mbappega o'xshab oxirida bizni ham jarib tashlasa-ya. Jetdim. Jitim. Xullas kalom, assalomu alaykum. Osh qarsingizda Ag'alar Qurama komandasi. Salomatsizlarmi? Biz Ag'alar komandasi ushbu finalga o'z kuchimiz bilan chiqdik. Kulishma. Zoshitga ekan. Biz Ag'alar komandasi 4 ta yulduz to'plab o'z kuchimiz bilan finalga yetib keldik. Voy kulishma, seriozli bo'l. Biz Ag'alar komandasi finalga chiqishga Qadr Jarmat yordam bergan jo'q. O'zimiz ham hazır qilamiz-da. Bolalar bitta innovatsiya qildim. Jangilik. Mana hali qizlarning orqasidan jonim, sulu, voy jupkingizni qarang. Voy assalom, voy xo'p bo'ladi deb yuradigan baldar bilan ana delfinni chatishtirdim. Natijasi nima bo'ldi? Delfin latta paydo bo'ldi. Bolalar, men Ikrom aka bilan tipratgan chatishtirdim. Xo'sh? Tipratgan kalop bo'ldi. Bolalar. Ha. Bitta narsani bilmayman. Artvin qurilish kompaniyasi bor-ku. Nimaga mana kvartira uylarini kech yetkazib beradi, bilasan? Nimaga? Chunki o'zini rahbari ham kech keladi-da, mana shuncha kech. Jigitlar, yaqinda yangi yil. Yangi yil kelyapti. Yangi yil? Yangi yilni shunaqa yaxshi ko'raman. Xotinim bilan, ayolim bilan 12 bo'lishini shunaqa kutayman. Har yili 12 bo'lishini kutayman. 12 ni kutasizlarmi? Meni xotinimga farqi yo'q, 7 mi, 8 mi, 12 mi bosaveramiz. Voy bolalar, qorqiz shu nomeri bormi, telefon ishlatam? Qorqiz? Yo'q, qorqiz telefon ishlatmaydi. Nimaga unda otam qorqiz 1, qorqiz 2 deb kantaga sahran qilib olgan? Shu qorqiz bor-ku, yaxshi qizmas ekan. Nimaga? Yaxshi qizmas ekan. Yaxshi qiz bo'lsa, soqoli menga tushgan bitta cholma yurami ekan. Jigitlar, xato qilyapsiz. Qorqiz bor-ku, butun planetadagi eng yaxshi qiz. Nimaga? Men sizlarga aytayapman. Chunki mana meni atamni jashligida ham qorqiz edi. Meni jashligimda ham qorqiz, hozir ham qorqiz, shu paytgacha qiz bo'lib kelgan. Shuni bilib Zo'r ekanda unda. Bitta zo'r she'r. Meni ikki opam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, ikkinchisi shirmoy non. Shohru, shu she'ring chetda turib buzdim. Meniki tufligim bor, ikkisi ham chiroyli, birinchisini jipi bor, ikkinchisini hidi bor. Allashmaydi. She'r aytganda allashmas. Mana qara, alish kattasan. Mana meni ikkita xotinim bor. Ikkisi ham normalniy. Birinchi xotinim. Ikkinchisi meni xotinim. Xullas kalom, granitsadan o'tiblar, Wi-Fi jondirib qo'yinglar, Wi-Fi jondirib qo'yinglar deb yuradigan Ag'alar komandasi. Biz ketdik! Assalomu alaykum, Osh, salomatsizlarmi?
Final og'alar jamoasi o'z tomoshalarini boshlaydi. Bizda alg'achqi tomosha, uyda bo'lgan o'qiya. Marhamat. Atverka! Mana ota. Atverka! Mana ota. Mana ota. Qisqach! Mana ota. Qisqach! Mana ota. Skot! Ya ota, mana ota. Skot! Mana ota skut. Ota, mana otajon, otajon, mana Ota ota. bo'ldi, ota so'kmang. Sigaret! Mana ota keyin. Voy iploslar chekishyapsanmi? Ulantaus ichi jarib yotgan mel cho'g'ilishda. Marhamat. Mel keladimi yo'qmi? Hop. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Men sizlarga hozir bir nechta topshiriqlar beraman. Mana yangi yil yaqin, shu sababli mana meriyani oldiga bitta katta yo'lka qo'yish kerak. Yo'lkaga shu uchiga chiroyli yulduz qo'yib, oxirigacha chiroyli qilib bezashimiz kerak. Keyin yangi yilga bir yugurish musobaqalarini ham o'tkazishimiz kerak. Xullas kalom. Men bergan topshiriqlarni tas qilish. Tushunishdingmi? Tas bajarish. Aynelarni ochib ishlar, bitiringlar, давайте. Ulantaus bizda keyingi ko'rinish Manasata umri davomida aytmagan so'z. Marhamat. Jigitlar, bitta kola olib kiringlar. Barchaga ma'lum, bereminnilik qorinda bo'ladi. Ana endi burunda bo'lsa qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Shashilma. Sekin. Asta. Sekin. Öyle. Davom etamiz. Cristiano Ronaldo futboldan so'ng bola bog'chada ishlasa qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Assalom meni. Shirintoyim. Tushib oling. Yo'q. Ey, masjidga turib tushib oling, kecha joyingizga tushib qo'ygansiz. Yo'q. Ronaldo tog'asi-yu. Gol! Ulantaus keyingi tomosha uyda bo'lgan o'qiya. Marhamat. Turing, yerim keldi. Shimim, mayjam. Xotin. Erim menman-u. Uzr, o'rganib qopman. Nimaga o'rganib qolasiz? Menga qattiq gapirmang. O'zicha shimlarni kiyib ketyapsiz-a? Uzr, xotin, men ham o'rganib qopman. Rahmat azizlar, chiqishlarimiz so'ngida bir gap aytmoqchimiz. Hamma telefonini olsin qo'liga, telefon iltimos, Olinglar. Telefonni olsin-da, kontaktida otam, onamga vizib telefon qilsin hozir. Men sizni yaxshi ko'raman deyish uchun telefon qilsin. Sviyaz yaxshimi? Bizda yaxshi emas-da, shuni aytib qo'yay dedim. Rahmat sizlar, men og'alar komandasi bo'ldim.